Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda 3 xil turdagi amerikanskiy popkorn apparatlarimizni to'liq obzorini qilamiz. Bu apparatlarimizni hozirgi kunda bizda 350, 360, 550 modellari bor. Bu apparatlarimiz hozirgi kunda eng yaxshi bizneslardan bittasi bo'lib turibdi. Glavniy rasxodlari gazda bo'ladi, ya'ni popkornni qovurishi. Popkornni qovurishi gazda bo'ladi. Mana, bitobkalik ko'rsating. Обычный горелка gaz ulanadi, glavniy расход gazda. Ya'ni bu ichida popkorn qovuriladi. Ichga popkorn solib beriladi, popkorn qovuriladi. Endi buning ichida motor bor, motori elektrda bo'ladi. Bu ham 12 voltda, ham 220 da ishlaydi. Ya'ni bu 350 modelimizda yo'q, lekin bunda ichida o'zining komplektida akkumulyatorlari bor. Shuni o'ylab turib, zaryadini to'ldirib olib turib, xohlagan joylarga olib borib ishlatsalar bo'laveradi. Va ustunliklari, qulayliklari shunda. Endi bularni kiloga aytadigan bo'lsak, 10 kilo, 15 kilo, 30 kilo deb belgilab qo'ygan zavod prinsiplari bo'yicha 6 oyda hammasiga garantiya beramiz. O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bo'ladi. Endi bularni bitta sizlarga to'liq qilib tanishtirib o'tamiz. Misol uchun, mana shu 10 kilolikda komplektida popkornlarini olib keldilaring. Mana uning ichida misol uchun asal, mana uning ichida yana qanaqadir yog' pog'lari bo'ladigan bo'lsa, bundan popkornni olib ichiga solinadi. Ichlarni ham bitta ko'rsating. Buning ichiga solinadi. Buning ichiga solgandan keyin buning ichi tayyor andaqalari idishchalarida asal yog'larini quyib, quyganingizdan keyin qopqog'i yopib, prosta tak motor yoqiladi. Mana, o'zi 12 voltda andaqalarni ham qilib qo'ygan. Dachilarni ham bu o'sha 220 da ishlatish uchun mo'ljallangan dachi. Bitta motor yoqiladi, motor aylanadi, tayda garelkadan o't yonib turib, iskana hisobiga, qizish hisobiga popkorn otilib chiqadi. Otilib chiqqan popkornlar sovutish uchun mana idishga to'kiladi. Idishga to'kib, yana asal shakari kamigan yoki yana qanaqadir aralashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, jomchasi o'zining anaqa kuraychalari mavjud. Ya'ni kuraychalarni o'zida bemalol aralashtirib olsa ham bo'ladi. Xo'p, buni yana komplektga keladigan bo'lsa, o'sha 220 da 220 ni 12 volt qilib beradigan adapter mavjud. O'zining komplektida undan tashqari gazga ulash uchun mo'ljallangan tayyor garelkani anaqalari, yordamchilari, переходниклari va ikkita xomiti komplektida bo'ladi. Bu narsalar hammasida mavjud. Bu mahsulotimiz o'sha soatiga 10 kilo mahsulotda bemalol chiqarib beraveradi. 220 da 12 voltda ishlaydi, gazda, metanda ham, propanda ham ishlayveradi. Oddiy garelkani alishtirsalar bo'ldi. Bu mahsulotimizni hozirgi kunda narxi $500 qilib beramiz. Endi buni akasi hisoblangan 15 kilolisi. 15 kilolisida ham ishlash prinsipi, ichida komplektatsiyalari xuddi shunaqa bir xil bo'ladi. 220 da ham 12 voltda ham ishlaydi, faqat buni bitta ustunligi ichida akkumulyator bo'ladi. Xo'p, bitta olib kelib ko'rsating akkumulyatorni. Qadrli obunachilarimiz, bizdan ming bor. Qadrli obunachilarimiz, bizdan xato olayotibdi, ming bor uzr so'raymiz. Bu komplektimiz akkumulyatorsiz kelibdi, lekin akkumulyator ulash uchun mo'ljallangan komplekt kelibdi. Ya'ni o'zlari misol uchun 30-40 dollarga akkumulyator sotib olib, qo'yib bemalol akkumulyatorda ishlatsalar ham bo'laveradigan komplekt hisoblanadi. Demak, bu uchosining komplektatsiyasi bir xil, faqat kilosiga farq qiladi. Ya'ni bu soatiga 15 kilogacha mahsulot chiqarib bera oladi. Akkumulyator qo'yib, akkumulyatorda ishlatsalar ham bo'laveradi, primo 220 da ishlatsalar ham bo'laveradi. Bu mahsulotimizni hozirgi kunda o'zi akkumulyator bilan $600 chiqardi narxi, hozirgi kunda narxi $550 dan qilib beramiz. Endi 30 kilolik gigant modelimiz. Bitta buni olishib ko'rsataymi, ichlarini ko'rsatayim buni. Komplekti bulaki bilan bir xil, ichidan akkumulyatori chiqib edi. Kuraylari chiqadi, boshqa garelka, parelka hamma yo'g'i chiqadi. Bu mahsulotimiz soatiga 30 kilo mahsulot chiqarib bera oladi. 220 da ham 12 voltdan ishlaydi. Bu mahsulotimiz o'zi tan narxi $1050 edi, akkumulyator narxi $1000 dan qilib beramiz. Agar akkumulyatorligini sotib olaman desang, o'sha $1050 dan chiqadi kelgan vaqtida. Xo'p, bu mahsulotlarimiz aytib o'tilgandek O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda ekranlarning nomerlariga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, uylaringizgacha imkon qilib dostavka qilib beramiz. Bepul bo'lmaydi. Kelishinglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu bizning videolarimiz davomiy chiqishiga podderishka bo'ladi desam bo'ladi.